Mamlakatimizning yangi rivojlanish bosqichida aholini arzon uy-joylar bilan ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilib, davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bu kabi xalqchil siyosat xalqimizga munosib turmush sharoitlarini yaratishdan iborat. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida ana shunday ko'p qavatli zamonaviy uy-joylardan biri o'z egalariga topshirildi. Har ishda tashabbuskor xalqimiz yashash uchun yaxshi turmush sharoitlariga munosib muhtaram prezidentimiz boshchiligida yangi O'zbekistonni barpo etish borasida olib borilayotgan bunyodkor islohotlar tub mohiyati ham shu aslida aholining yashash sharoitini yaxshilash, ularning uy-joyga bo'lgan talab va ehtiyojini qondirish hamda shaharsozlik sohasida olib borilayotgan mazkur bunyodkorlik islohotlar doirasida Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida ham salmoqli ishlar olib borilyapti. Joriy yil davomida jami 305 ta xonadonli 14 ta ko'p qavatli uy qurilishi rejalashtirilgan bo'lsa, hozirgacha har biri 20 ta xonadondan iborat 4 ta ko'p qavatli uy bitkazildi. Natijada 80 ta oila yangi uylarga ko'chib o'tdi. Quvonarlisi bugun yangi uylar soni yana bittaga ko'paydi. Tumanning Toshkentlik mahallasida 20 ta xonadonga ega 5 qavatli uy egalari yangi xonadonlarga ko'chib o'tishi bayramga aylanib ketdi. Barcha sharoitlarga ega uy kalitlarini qo'lga olgan xonadon sohiblarining quvonchi cheksiz. Davlatimiz tomonidan ajratilgan subsidiya asosida uy-joyga ega bo'ldik. Bundan juda ham minnatdormiz. Hozirgi yashayotgan sharoitimiz bilan oldingi yashayotgan sharoitimizni solishtirganda, hozirgi sharoitdagi uylarimiz juda ham shinam va ko'rkam. Shuningdek, hozirgi zamonaviy uylar o'zining to'laqonli kommunikatsiyalarga ega bo'lgan. Ya'ni o'z ichimlik suvi, elektr energiyalari bilan to'liq ta'minlangan. Shu o'rinda xonalar juda ham keng va ko'rkam. Bolalar xonasi, mehmonxona, kattalar xonasi, hatto oshxona barcha sharoitlarga ega. Yurtboshimiz olib borayotgan odil siyosat aholiga, yoshlarga qaratilgan e'tibori natijasi sifatida deb bilaman. Ko'rsatilgan g'amxo'rlikdan yurtboshimizdan juda minnatdormiz va xursandmiz. Chindan ham yangi xonadondagi mavjud qulayliklar va yaratilgan sharoitlardan aholi, ayniqsa uy bekalari xursand. Bizning uyimiz 3 xona. Oshxonamiz zamonaviy mebel jihozlari bilan ta'minlangan. Bolalar uchun alohida xona, mehmonlar uchun alohida xonamiz bor. Barcha ayollar orzu qilgan yaxshi sharoitga ega xonadon. Qo'shnilarimiz ham xursand. Bunaqa yaxshi uylarda yashashni hammamiz ancha payt orzu qilganmiz, niyat qilganmiz. Mana hozir shu yaxshi kunlarga yetdik. Maktabga, bog'chaga yaqin, poliklinikaga yaqin. Xursandmiz. Rahmat shunchalik yaxshi uylar qurib berganiga. Bizni qo'llab-quvvatlab, bizga shunchalik sharoitlar yaratib bergan, uylarni shunday oson qilib, subsidiya qilib olishlarga sharoit qilib bergan prezidentimizga katta rahmat. Mana bugun Paxtakorda yana bir quvonchli kun. Uy topshirildi yana. Kalitlar berildi. Hamma xursand. Mana uylarga kirib, choylar qo'yilgan, kelinlar mehmonlarni kutmoqda. Bu hammasi muhtaram prezidentimizning yo'nalishi bilan ketadi. Siyosat shunaqa. Uylar endi qarang, juda ham bir zamonaviy qilinganda yashash uchun juda ham qulay. Mana hozirgi mana shu xonadonlarga kirib ko'rsangiz, masalan bizlar havas qilyapmiz. Biz ko'rmaganmiz. Chiroyli kommunikatsiyalar, issiq suv, sovuq suv hammasi juda ham joyida qilingan. E'tiborli jihati, yil yakuniga qadar Paxtakor tumanida mana shunday ko'p qavatli uylardan yana 9 tasi foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilgan bo'lib, 205 ta oila yangi uyli bo'ladi.